Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Darslikni yengildan olaman. Bilasizlar, bundan oldin darslikni уже olib bo'ldim, 4-5 ta seriyasini olgandim. Lekin afsuski, u darslikni bergim kelmadi. Sabablarini ham aytaman, chunki yangi anglashlar, yangi положение уже yangi etapda va yangi uровеньda turganim uchun u darslarni berishni noto'g'ri deb bildim. Chunki u paytga olingan darslar bilan hozirgi olinayotgan darslar yer bilan osmonchalik farqi bor va o'sha paytda men sizlarga bermoqchi bo'lgan praktikalarni men o'zimda qo'llab, уже natijasini ko'ryapman. Shunaqa, o'shaning uchun ham yengildan olinayotgan darsliklar o'zi odatdan fe'lim, ya'ni xarakterim shunaqa. Men eskidan yozilgan darsliklarni yo eskidan nimadir bo'lganlarni berishni yomon ko'raman. O'zi oldindan boshqa sohada bo'lganimda ham eski ma'lumotlarni berishni yoqtirmayman. Xo'p, qizlar, yaxshi taniysizlar, meni juda ham yaxshi taniysizlar. Hozirgi положением, aynan hozirgi holatimda bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga. Bu darsliklar to'g'ri islomiy psixologik darsliklarga asoslangan va ko'p so'zlarni men islomiy ravishda aytmayman. Ya'ni, misol uchun duolar haqidagi yoki niyatlarni ijobati haqidagi qanaqadir nima deydi, yo'l-yo'riqlarni aytsam, bu narsalarni men praktika deb aytib o'tib ketishim mumkin. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bilasizlar, bizda taqiqlangan, juda islomga berilgan holat, ya'ni islomiy tilda gapirish mumkin emas. 4 ta farzandim bor, o'zingizlar xabaringlar bor, menga ham tinchlik kerak. O'shaning uchun bu narsalarni men sizlarga to'g'ri yetkazib beraman, aytaman, lekin ko'proq psixologik til bilan, terminlar bilan yetkazib berishga harakat qilaman, lekin tushunasizlar, xavotir olmanglar. Вот. Undan keyingi etapimizda qizlar, men sizlarga aytganim, ya'ni oldindan aytib kelaman bu narsani. Men darslarimda sizlarga umuman bekitib, nimadir yashirib yoki kitobdan o'qib olib aytmaslikka, ya'ni o'sha narsani avval o'zimda qo'llab, keyin o'sha narsani sizlar bilan bo'lishlikni yaxshi ko'raman, ravo ko'raman. Ya'ni o'zimda bo'lgan narsani ko'ryapmanmi, bo'ldi, shu narsani berishim kerak ekan degan narsa o'zimda bor demoqchiman. Xo'p, erim haqidagi mavzuni hozir bir chekkaga surib turamiz. Bilaman, ko'pchilik hozir men hayotimdagi bo'layotgan jabhalar qiziq, bu ham mening sinovim. Lekin u narsa keyingi darsliklarga qoldiramiz. Hozirgi darsimizda esa aynan sizlarga bergan praktikalarim, ya'ni shom namozi haqidagi va istixora haqidagi. Qaranglar qizlar, to'g'ri istixora o'qiladi. Istixora o'qiladi, ya'ni ikki yo'li orasida tursangizgina, qaysi yo'lga borishlikka tanlashni bilmayotganingizdagina istixora namoz o'qiladi va Alloh taolo bandamga men to'g'ri yo'l ko'rsataman bilan birgalikda mana shu yo'lda o'zim hamroh bo'laman deyilgan joyi bor. Endi istixora namozida menga eng yaxshisini ravo ko'rgan, men xohlagan narsamga erishtirgan, men xohlagan shu yo'lni bergin deb o'qisangiz, xohlagan narsangizni so'rab o'qing, istixorada o'qing dedim. Nima uchun? Mana shu yo'lda Alloh taolo siz bilan hamroh bo'lishligi uchun. Islomda har bir muammoga, har bir bo'layotgan sizdagi masalalarga, yechib bo'lmaydigan bir ehtiyojlaringizga, umuman olganda har xil bo'ladi, hammada hamda chuqur muammolarga har biriga yechim bor va bularning har biri yechimi ibodat, zikr, namozlarda yozib o'tilgan, hadislarda yozib o'tilgan, hammasi bor, hamma yechim bor. Faqatgina biza bandalar bu narsaga ishonmaymiz. Ya'ni qanaqa ishonmaymiz? Tavakkal qila olmaymiz. Bu narsani biza ya'ni to'laqonli ishonib qo'yib olmaymiz, bandasiga ishonib qo'yamiz va bu dunyoni boyliklariga, moddiy tomonlariga ishonib qo'yamiz. Mana endi istixora nima uchun 2 kun avval shom namozidan boshlaymiz? Nima uchun 2 kun aynan shom namozi o'qing dedim? 2 kun 7 marta ya'ni 7 marta Alhamdulillah surasini o'qiysiz va shom namozida shu o'zing to'g'ri yo'l ko'rsangiz, endi duolaringizni qilasiz, bo'ldi dedim. Fotihani o'qiysiz, bo'ldi. Duo qilasiz, turib ketasiz dedim. Nima uchun? Bu avvalam, ya'ni Fotiha ochuvchi, o'zi yo'llarni ochuvchi, umuman sizni ish yo'llaringiz qanaqa yo'l bo'lishini qat'iy nazar, nafaqat yo'l, ish, yo'l, tug'ruq, qarz bo'lsangiz qarzdan chiqish, barcha har qanaqa ehtiyoj bilan kelgan bandani yo'llarini ochuvchi suralardan biri hisoblanadi Fotiha surasi va mana shu surada sizni 2 kunda siz demoqchimanki, qalbingizdagi o'sha tugunni qisman bo'lsa ham yechib, sizni yo'lingiz mana shu darsga nisbatan ochilishi uchun shom namozini aytganman. Nimaga aynan shom namozida o'qish kerak? aynan shom namozi o'qilishi kerak deb aytilgan, ya'ni
bir joyda yozib qo'yilgan narsa yo'q demoqchiman. Ya'ni bizani haqqimiz yo'q islomga doir narsalarni qo'shishga va undagi narsalarni ayirishga meni ham haqqim yo'q. Aynan qayerdadir yozib qo'yilgan joyi, lekin shunaqangi joy borki, shom namozida qilingan duolar ham qaytarilmaydi. Ya'ni qaysi vaqtda duolar qaytarilmaydi deyilganda, aynan shom namozida ham qilingan duolar qaytarilmaydi deyilgan. Tushuntiradimi? O'shaning uchun ham ko'proq qalbni poklash, tezroq ochish uchun, tezroq yo'llarimiz ochilishi uchun, qalbingiz mana shu tavbaga bog'lanishi uchun aynan shom namozida deb aytiladi. Вот. Endi qizlar qaranglar. Tavba haqida qisqacha gapirib o'taman. Mana shom namozi haqidagi ma'lumotga ega bo'ldinglar. Ya'ni tavba nimaga, nima uchun tavba qilinishi kerak? Alloh bilan bandasini o'rtasida bo'ladigan masalan muloqotida yokida bu dunyoda bandasi qilayotgan ishlaridagi gunohlari uchun kechirim so'rashsa bu tavba. Misol demoqchimanki, kechirim so'rashligi bu yaxshi, ya'ni kechirim so'raydi Allohdan, itoat qilaman, bo'ldi, bu yo'lga bormayman. Masalan, sudxo'rlik qilib qo'ydi, kechir Allohim, sudxo'rlik qilib qo'ydim, bilmay qoldim, bilmagan holatda qilib qo'ydi, sudxo'rlik qildi yokida ibodatlarimni qoldirdim. Bu ham tavba. Endi tavbani o'zi asli, tavba yo'li qanaqa o'zi asli? Inson kechirim so'rashligi, Allohdan aybini bilib turib, gunohini bilib turib kechirim so'rashligi ham o'zi bilmagan holatda bo'ladi-ku. Mana aytayman, bilmagan holatda gunoh qilib qo'ydi, lekin gunohligini anglagandan keyin Allohdan kechirim so'radi. Bu ham tavbaga kiradi. Lekin inson qachonki tavba yo'liga kirdi, u nima qiladi? Birinchi navbatda bandam gunohlaringdan mendan tavba qilgan, ya'ni tavba so'ragan, ya'ni gunohlaringdan qaytgan. Ya'ni demoqchimanki, tavba bu shunaqangi narsaki, siz o'sha gunohni qaytib qilmaslik uchun Alloh bilan yuzma-yuz tavbalashib va'dalashasiz. Masalan, men deylik, kimnidir pulini o'g'irladim. Kimnidir pulini oldim, o'g'irladim va qayta shu pulni o'g'irlamayman deb tavba qildim. Qayta men shu pulni o'g'irlab qo'ydim, Robbim meni kechirgin deb kechirim so'radim. Lekin yana o'g'irlik qilyapman. Bu ham kechirim so'rash, bu ham tavba, to'g'ri, lekin haqiqiy tavba yo'li bu o'sha pulni o'g'irladimmi, tavba qildimmi, Allohdan kechirim so'radimmi, bo'ldi, u joyga qaytmaslik. Endi tavba yo'li shunaqangi uzun yo'ldirki, unga olib boradigan eshik, ya'ni u olib boradigan ochiq eshik, mana yo'l deylik-da, siz yo'lda ketyapsiz, to'g'ringizda eshik turibdi. U juda ham uzun yo'ldirki, ana o'sha eshikni ochganingizda sizga mukofotlar shu darajada yog'ilishni boshlaydiki, tavba qilganingizdan keyin. Ammo u mukofotlargacha sizni ancha-muncha yo'l kutyapti degani. Tavba qilayotgan inson doim sinaladi, qizlar. Nafaqat tavba qilayotgan, balki iymonga kirayotgan, iymonni mustahkamlanishi uchun, irodasi mustahkamlanishi uchun, ya'ni o'sha mukofotga meni bandam mosmi? Meni bandam shu mukofotga xosmi? Meni bandam shu mukofotga egalik qila oladigan darajadami deb Alloh sizni sinaydi. Siz aytaylik, men shu pulni o'g'irladim, tavba qildim, bo'ldi, boshqa o'g'irlamayman dedim. Lekin Alloh menga shunaqangi situatsiyalar yuboradiki, shunaqangi kunlar keladiki boshimga, yana o'sha pulni o'g'irlamasdan meni boshqa chiqadigan yo'lim yo'qdek tuyuladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni o'sha o'g'irlikka undaydigan kun kelishni boshlaydi. Ya'ni bu sinov deyiladi. Masalan, bo'lishi mumkin, deylik, siz umuman issiq choy ichmayman deysiz. Oddiy misol, o'g'irlikni aytmaylik, umuman men issiq choy ichmayman deysiz. Issiq choy ichishingiz uchun sizni Alloh kasal qiladi, dori ichirtiradi. Issiq choysiz mumkin emas, faqat issiq choy ichishing kerak degan назначениялар keladi doktordan. Primerda bu prosta primer, misol qilib ko'rsatyapman qizlar sizlarga issiq choyi va siz o'sha issiq choyi ichib qo'ymasligingiz uchun siz irodangizni, iymoningizni mustahkam qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shu tavba yo'li. Tavba yo'li mashaqqatli yo'l emas, qizlar. Tavba yo'li bu agarda barcha muammolaringizni barchasini, sizga kelayotgan sinovlarni barchasini Alloh taologa tavakkul qilib topshirib qo'ysangiz, qalb xotirjamligiga erishasiz aynan tavba yo'lida. Ko'pchilik aytadiki, voy menga sinov keldi, voy menga u keldi, bu keldi, chidolmayapman, voy bunaqa bo'lib ketyapti hayotim. Yo'q, agar shunaqangi xavotir olayotgan bo'lsangiz hayotingizda, bu hol to'xtamaydi. Tavbada Alloh taolo aytadiki, menga qo'yib qo'y, bo'ldi. Menga ber, bo'ldi.
menga tavakkal qilib qo'y, bo'ldi. Man o'zim hal qilib beraman. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Tavba yo'liga chiqqan banda bilan birgalikda Alloh taolo yelkama-yelka turar ekan. Faqatgina mukofotimga egalik qila oladimi? Shu darajada shunaqa mukofot beraman men hozir bunga. Shu mukofotga egalik qilish uchun men buni iymonni mustahkamlashim kerak deydi Alloh taolo. Tushuntira oldimmi? Endi qizlar, o'zimdagi holatga qisqacha nima uchun bu darslikni boshqadan yozaman, o'zimdagi holatni qisqacha aytib o'taman. Bu darslikni homiladorlik davrimda yozganimda, homiladorlik paytimda, tug'ishimdan oldin yozganimda, qizlar, bu darajada men hayotim bir kechani o'zida tavba yo'liga chiqdim. Bir kechani o'zida o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. Ya'ni xuddi shu shom namozini o'qidim. Shom namozini o'qiganimda, qizlar qaranglar. Shom namozini o'qiganimda, ya'ni men tug'ishim kerak, doktorga boryapmiz. Doktor aytayotdiki, hali voqli, 27-iyunga bergan, lekin senga hali voqlikdan qildirma, bola yetilmagan, bola pishishi kerak. Lekin menda og'riqlar, dard, o'sha tug'ruq belgilarini hammasi bo'lyapti. Lekin doktor kesarva qilmayman dedi. Ya'ni men kesarva qildirishim kerak, sog'lig'im ko'tarmas tug'ishi, varikozim bor edi va shom namozida Allohdan so'radim. Mana shu 10-iyun kuni ya'ni Allohdan so'radimki, men o'sha 7 marta Fotiha surasini o'qib, mana shu 10-kuni tug'ishim kerak bo'lsa, menga xayrlisi bo'lsa tug'ay. Bo'lmasam, o'sha o'zini vaqt soati kelganda tug'ay deb 2 kungina shom namozini o'qidim. Hayit kuni o'qidim va 9-kuni o'qidim. Va 10-kuni o'tar kechasi soat 1da menda shunaqangi tug'ruqni belgilari bo'lishni boshladiki, rad etib bo'lmaydigan darajada u belgilar. Tushuntira oldimmi? Bordik, raddomga kechasi soat 2da borganmiz. Olib qoldi, rodzalga уже olib kirdi. Tam rodzal, ya'ni rodilniy kompleksga olib kirdi va уже bo'ldi, shu ertalab sizni operatsiya qilamiz deyishdi. Men turmush o'rtog'imga o'sha kuni kechasi Nodir aka, qonim ochib qoladi, bulchka bilan oddiy suv olib bering, ishtaham yo'q. Shunaqa ko'nglim aynayapti, endi ishonaveringlar, ishtaham yo'q, bulchka bilan suv olib bering dedim. Alloh qudrati bilan men ishoninglar, to'g'ri bu hozir aytishim bo'yicha oddiy narsa tuyulishi mumkin, lekin bu men uchun keyin analiz qilib, mana shu darsni boshqatdan yozishim uchun sabab bo'lgan narsalardan bittasi, qizlar. Faqat suv ichdim. O'sha bulchkani ochib xillashga ham ulgurmadim. Shunaqangi bilmayman, charchoq kelyapti, uyqu kelyapti. Faqat suv ichyapman. Va nima bo'ldi? Qornim ochmayapti. Umuman qornim ochmayapti. 9-iyun kuni kechasi soat 7da ovqatlanganman. 10-iyun ertalabki soat 7gacha hech narsa yemadim. Vaholanki qornim ochda o'tib ketdi. Nimagadir yegim kelmadi. Yo'q, yemayman, ko'nglim aynayapti, dedim. 10-iyun kuni doktor kirdi, operatsiya qilamiz sizni dedi va operatsiya qilamiz sizni deb bo'ldi, tayyor turing dedi. Menga hech narsa yemang, unaqa ham degani yo'q. Tayyor turing, operatsiya qilamiz, suv ko'proq iching dedi, bo'ldi, chiqib ketdi. Keyin men o'sha yerda bitta yonimda kelin yotuvdi, aytayotdiki, u ham 2 qat homilador, aytayotdi, anaqa, siz ham kesarva bo'lasizmi? Men aytdim-da, men ham kesarva bo'laman deb. O'sha menda siz hammi desam, men 3 kundan beri operatsiya bo'la olmayman dedi. Nimaga desam, birinchi kuni banan yeb qo'ydim, ikkinchi kuni kefir ichib qo'ydim ozgina, ana kuni pechenye yeb qo'ydim. Ya'ni nimadir yeb qo'ydim, yeganim uchun doktor qaytaraveradi. Hozir operatsiya kesarvada eng kamida 6 soat och qolish kerak ekan. Hozirgi qilinayotgan, не знаю, ukollar tam слишком kuchlimi, nima bilmayman, xullas shunaqa deyishdi. Aytmayman deb tavba. O'sha paytda menga shu darajada, ya'ni miyaga urmaganki, shu narsa o'sha paytda ham shu Alloh mo'jizasi bilan men yemadim, qizlar, yemadim, rostdan yemadim. Vaholanki qornim ochib o'tib ketdi, nimagadir o'sha narsa yeyman desam, ko'nglim aynurdi. Tushuntira oldimmi? Ozginadan keyin o'sha kelin bilan gaplashgandan keyin doktor kelyapti. Komolli, hech narsa yeb qo'ymadingizmi dedi. Yo'q, yemadim, kechqurun 7da yeganman desam, bo'ldi, yemay turing, xo'pmi, ko'nglingiz ayniydi, bo'lmasa operatsiyaga olib kirib keta olmayman dedim. Xo'p dedim, shamollagan edim, ozgina burnim piqillayotdi, shundan ham o'tib ketdimda va soat 11:30dami, 12ga yetar etmas operatsiyaga уже yotdim.
Alloh qudrati bilan farzandimni уже kesib olishayotganda bu yoqqa olishyapti. Men bolamga qarab turibman, endi yotibman, bu yoqda уже bolani olishdi, yotibman. Aytyapti pediatr. Ozgina qolganda yana deyapti. Yana ozgina 1 kun, 2 kun qolganda bu bola suviga, onani qorniga suvga ichi kelardi, ya'ni kaka qilib qo'yardi va o'sha suvni ichib qo'yganda, lekin bu bola reanimatsiyaga ketardi deyapti. Mani qizim tug'ilganda ko'tida kakashkasi bilan tug'ildi. Ya'ni уже shu darajada bola yetilib qolganki, уже hazm qilib ichi kelgan, tug'ilishi bilan ichi kelgan. O'sha paytda xirurg aytyapti, operatsiya qilyapti, xirurg aytyaptiki, bilgan ekansiz, ko'nglingiz sezibdi, qarang deyapti. Nechta bola shunaqa ichi kelib, suvini ichib qo'yib, reanimatsiyada yotgan. Ya'ni ichi kelingan, u onani qornini ichidagi suvda ichi kelsa yo boshqa yana loyqalanib ketsa, bu jiddiyroq qarashar ekan bu narsaga. Men bilmasdim, o'shanda bildim. Aytyapman-da, ha, demak, o'sha paytda ham menga u darajada, ya'ni yetib kelmadi. Ya'ni demoqchimanki, o'sha paytda ham men o'sha shom namozini o'qiganim uchun shu narsalar bo'lyapti degan narsa bor, chunki u paytda jon og'rig'i bilan yotganman. Keyin mana yaqin 3-4 kundan beri analiz qilib sizlarga aytib berayotgan narsam, qizlar. Undan keyin roddomda yotdik. Roddomda yotgan paytimizda men hozir turmush o'rtog'imga gaplashaganam, muhokama qilmoqchi emasman bu darslikda. Sovuq qonli bo'lgan ozgina roddomda yotganimda ham. Chiqdik uyga va ishoninglar, turmush o'rtog'im bilan mana necha kun bo'lsa, orada bir haftalik vaqt bo'lsa, bir haftalik vaqt turmush o'rtog'im yaxshimisan, tuzukmisan, o'lyapsan, qolyapsan degan gaplar bo'lmagan. Ko'nglim g'ash bo'lishni boshladi. 16-kuni yoki 14-kuni, 14midi, не знаю, xullas 16-kuni, adashmasam 16 yoki 17-kuni men uydan chiqib ketdim. O'sha chiqib ketadigan kunim istixora o'qiganman. Ya'ni xufton namozidan keyin istixora namozini o'qiganman. Istixora namozida Allohim, agarda mana shu erkak bilan, mana shu turmush o'rtog'im bilan dalsha yashab ketishim uchun men yashashim kerak bo'lsa, yashab keting. Agar yashamasligim kerak bo'lsa, yashamang. Nima bo'lsa ham xayrlisi o'zingga, mana shu turmush o'rtog'im to'g'ri yo'lga boshlashing uchun o'zing sabablar keltirgan dedim. Istixorada bo'ldi, so'radim. Faqatgina so'radim. Men ya'ni yo'l so'radim, ham o'sha yo'lda qo'llagin meni deb so'radim. Ya'ni o'zim tanlagan yo'lni so'radim. Tushuntira oldimmi? Duo qildim. Shu kuni kechasi 2,5 yil umuman qo'limga telefonlarni olmaganman. Alloh guvoh, turmush o'rtog'imning telefonlarini kodini ham bilmayman. Alloh guvoh, men turmush o'rtog'imning telefonlarini hattoki 2,5 yil ichida tutib bir nimadir kodini ochaman, nimadir qilaman ham demaganman. Kechasi kech keldilar turmush o'rtog'im, yana ko'nglim g'ash bo'ldi. Qizlar, ishoninglar, boraman, turmush o'rtog'im uxladilar, telefon zaryadga qo'yganlar, telefonga boraman, olaman, qo'yaman joyiga, yana olaman, qo'yaman joyiga. Lekin bordim, telefonni shunday oldim, telefon qo'limda turibdi, qizlar, mana shu telefon bo'lsa. Qizlar, Alloh guvoh, men hattoki kodni o'ylamadim ham, hech qanaqa kod o'ylamadim. Shunchaki terdim. Birinchi xayolim kelgan narsani terdim. Kirib ketdi telefonga. Telefonga kirib ketdi va o'sha yerda men уже shunaqangi уже не только переписка там, не только yozishmalar, balki undan ham chuqurroq narsalarni ko'rganimdan keyin oramizda janjal to'polon qilmadim. Hech qanaqa janjal to'polon qilmadim. Faqatgina turmush o'rtog'im juda qattiq endi gaplar bo'ldi o'tda turmush o'rtog'im tomonlama. Ular kerak emasdan ketaver degan narsalar. Endi hozir buni gapirmayman, hozirgi darsimizda gapiraman. Men shunchaki sizlarga shu narsani mohiyatini tushuntirib bermoqchiman. O'sha payt kechasi rosa yig'ladim. O'sha ko'rib qolganimdan keyin turmush o'rtog'im ertalab bomdod paytda o'g'lim mazasi qochib qoldi. O'sha paytda turib ularga aytdim, ko'rganlaridan keyin yotib yana uxladilar va o'shanda ketishim kerak bo'lsa, yurak yutib ham ketaman. O'zing kuch bergin Robbim dedim. Ketishim kerak bo'lsa, o'zing kuch bergin dedim. Ya'ni mendagi holat, ya'ni men tavba yo'liga chiqqanman. Mendagi holat shunaqangi bo'ldi, haqiqatdan ham Alloh bilan tengma-teng. Ya'ni Alloh bilan tengma-teng deganim, Alloh meni qo'llab-quvvatlab kelyapti. Ya'ni shu istixorani o'qidingizmi? Siz o'zingiz yo'lingizni tanladingizmi? Menga shu narsani ravo ko'rsang, ber, o'zing meni qo'llagin dedingizmi? Bundan buyog'iga o'sha narsaga yetishguningizcha
o'sha narsa bo'lguncha Alloh taolo siz bilan yelkama-yelka sizni, ya'ni men bandamni qo'llab-quvvatlayman degan narsa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Oradan vaqt o'tdi. Turmush o'rtog'im kelmadilar. Biz uydan chiqib ketdik. Endi podrobno aytib bermayman, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi. Chiqib ketdik uydan va mana necha kundirki 16-kuni chiqib ketgan bo'lsak, deyarli bir hafta 10 kundan beri biz uydamiz. Onamnikidaman. Ajrimga berdim. Bir kun o'tib ajrimga berdim. Ajrimga berishim ham, alimentga berishim ham shu darajada tez bo'ldiki, qizlar, tasavvur ham qila olmaysizlar. Odamlar ajrimga, alimentga beraman deb 3-4 kunlab yugurar ekan. Men ishim 2 soatda hal bo'lib ketdi. 2 soatda hal bo'lib ketdi. To'g'ri aytishim mumkin, pulingiz bordi, u bordi, bu bordi, lekin qizlar, o'sha pulni ham kim menga beryapti? Hech kim. Alloh beryapti. Men Allohga aytyapman, o'tiribman, istixora o'qiyapman. Ya'ni istixorani o'qidim, istixorani o'qidim. O'qib bo'lganimdan keyin Allohga duo qilaman. Faqat Allohim shu narsa menga xayrli bo'lsa o'zing bergin. Faqat duo qilaman. Onam bilan gaplashganimda onam menga bitta narsa aytdi. Onamga shu narsani aytib beraman. Onam menga shu narsani aytdilarki, xotin urushtiradigan shayton bo'ladi, qizim deganlarni. Men aytdimki, ona dedim. Bizani shayton urushtirmayapti dedim. Men Allohdan erimni hidoyatga boshlashing uchun o'zing sabablarni bergin, sinovingga roziman deb so'raganman. Men erim hidoyatga boshlamoqchiman. Shu uchun ham shu narsalar bo'lyapti. Qalbimga solgani uchun ham bo'lyapti. Onamga aytdim, oyi, qalb Allohniki dedim. Aql bilan shayton boshqaradi dedim. Aqlni shayton boshqaradi, lekin qalbni Alloh, qalbga shayton tusha olmaydi dedim. Men u narsalarni bilganimni hammasi dedim. Nima qilayotgan bo'lsam dedim, qalbimdan qilyapman. To'g'ri, lekin ajrim, boshqa arizalarni hammasini aql bilan qilyapman dedim. Ya'ni aql bilan deganimda bu shayton yo'rg'iga yurib emas. Shu narsa hidoyatga boshlash uchun shu narsalar kerak bo'lsa, shu narsalarni qilishga ham tayyorman degan maqsadda aytdim onamga. Mana endi istixora namozini o'qidik qizlar. Tushuntirib bera oldim sizlarga. Demak, yo'lga chiqdingiz, istixorani bugun o'qidingiz, so'radingiz. Siz o'sha narsaga erishishingiz uchun o'sha yo'lda sizni faqat qo'llab-quvvatlaydigan, sizga hattoki mana shu bandamni, men mana shu yo'lini qo'llab-quvvatlayman deb Allohning va'dasi bor qizlar istixorada. To'g'ri yo'lni o'zi ko'rsatadi va o'sha yo'lda sizga hamroh bo'ladi Alloh. Xuddi shunaqa siz xos tanlagan yo'lingizda Allohim hamroh bo'ladi sizga. Istixorani o'qib bo'lganimdan keyin, tinimsiz ravishda faqatgina Al-Qodirni aytasiz. Har kuni 33tadan cheksiz, xohlasangiz 33 ta ayting. Al-Qodirni aytasiz va dam solasiz o'zingizga. O'zingizga dam solasiz bo'ldi. Ya'ni barcha ziyon, zahmatlardan meni forig' qilgin, yaxshiliklarni menga yaqin qilgin deb faqat Al-Qodir ismini aytasiz. Qachongacha aytiladi bu Al-Qodir ismi? Sizni mana shu holatingiz yaxshilanguncha. Men turmush o'rtog'im bilan oxirida nima bo'lishini bilmayman, lekin nima bo'lsa ham shunaqangi xotirjamman, tayyorman. Allohim menga yaxshisini ravo ko'rganiga ishonaman. Nima bo'lsa ham. Mayli o'sha uyga qaytib borarman qizlar. Yana erim bilan yashab ketarman. Unga ham roziman. Men ajrashib ketarman balki. Shunda bitta qo'l qo'ysam ajrashib ketadigan darajada ham turibman. Lekin Alloh menga qaysi yo'lni ravo, ya'ni eng yaxshisi menga qaysi biri deb bilsa, o'shanisi bilan ketaman. Tushuntira oldimmi? Sizda ham xuddi shunaqa yo'l bo'ladi. Ya'ni sizni sharoitingizda ham, sizni hozirgi holatingizda ham tanlagan yo'lingizda yana yo'llar ochiladi. Va siz aniq shunaqangi tavakkal qilib qo'yingki bu yo'lda, tavbada Allohga. Sizni umuman hech kim bu yo'lingizdan qaytara olmasa. Fikringizni boshqalarning fikri bilan almashtirmang, ya'ni boshqalarning fikri bilan yashamang. Boshqalarni gapi bilan yashamang. Men hech kimni eshitayotganim yo'q hozir. Ota-onam, qaynotam, farzandlarim hech kimni. Faqatgina o'zim ichimdan, shu qalbimdan nima kelayotgan bo'lsa, faqat shu ishni qilaman qizlar. Mana men sizlarga chestni, nima uchun boshqatdan bu video darslikni yozdim? O'zimni hayotimdan misol qilib ko'rsatish uchun, o'zimni hayotimda bo'lgan narsalarni sizlarga olib chiqib ko'rsatish uchun boshqatdan bu video darslikni yozdim. Demak, qizlar, shom namozini va istixora namozini tushuntirdim. Tavbaga chiqqan insonni yo'li hamroh Alloh ekanligidan xursand bo'linglar va sizga faqatgina tavba yo'lining oxirida
iltimos qilib bilib qo'yinglar, bu yo'lni oxiri mukofot. Qanaqa mukofot bilmayman aynan siz uchun, lekin bir narsani biling, mukofoti juda ham buyuk. Tayyor turing. Endi qizlar, Alqodir ismini mana shu yo'lni oxiri, ya'ni mukofotgacha bo'lgan jarayonda aytavering. 33 ta, eng kam 33 tadan cheksiz aytavering. Bemalol aytishingiz mumkin. Endi qizlar, sizlar bilan ikkinchi darsligimiz bu aynan sizni hayotingizda bo'layotgan jabhalada siz ham qanaqadir daromad topishingiz kerak-ku. Siz ham pul topishingiz kerak yoki sizga ham rizq kelishi kerak-ku, to'g'rimi? Faqatgina shu bo'layotgan jarayonda ezilib, siqilib yashashimiz kerak degani emas-ku. Mana shu rizqni, barakatni oshiruvchi duolarni va zikrlarni o'rgataman. Bu ikkinchi darsimizda.